Xolodilnikda hech vaqo yo'qligida nima tayyorlash mumkinligini ko'rsataman. Avvalambor bizga hozirgina so'yilgan svejiy tovuq grudinkasi kerak bo'ladi. Shunda taomingiz yanada mazaliroq chiqadi. Uni mayda-mayda bo'laklarga to'g'rab, kubik shaklga to'g'rash kerak. Eng sifatli Rossiyadan keltirgan yog'ni skarodkaga quyamiz va yog' qizigandan keyin tovuq go'shtlarimizni tashlaymiz. Piyoz birinchi marta Xitoyda o'stirilgani uchun o'zini vatanidan olib keltirilgan piyoz bo'lsa, taomga o'zgacha mehr beradi. Yaponiyadan keltirilgan soyani tamga qarab solamiz va yaxshilab tovuqimizni aralashtiramiz. 5 daqiqa yaponskiy soya qaynagandan keyin Xitoydan olib keltirilgan piyozimizni solib, yana aralashtiramiz. Piyoz bilan tovuqimiz pishguncha Belorusiyadan olib keltirilgan svejiy kartoshkani archib, uni ham 2 bo'laklarga bo'lamiz. Shu joyga astoydil e'tibor berishingizni so'rardim. Imенно Belorusiyadan olib keltirilgan kartoshka bo'lmasa agar, taomingiz siz o'ylagandek o'xshamaydi. Ziravorlarni vatanimiz Hindistondan maxsus shu taom uchun olib kelingan ziravorlarni tamga qarab solamiz. Va albatta Belarus kartoshkasi zo'r pishishi uchun Hindistonning narigi tomonidagi Hind okeanidan suvni olib kelib solishni ham unutmaymiz. Deyarli hech nimadan tayyor bo'lgan taomimizni bezatish uchun pomidor va bodringlarni chiroyli qilib to'g'raymiz va taomimiz pishgandan keyin chiroyli qilib tarelkaga solamiz. Va taomning oldiga albatta kecha qilingan olivyeni ham qo'shishni unutmaymiz. Xolodilnikda hech vaqo bo'lmasa ham shunaqa ajoyib taom chiqishini bilarmidingiz? Agar bilmagan bo'lsangiz, endi bildingiz.